Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, Soybo'yi City obunachilari. Mana bugun biz Xudo xolasa Yazovonda Bo'zayo'lda degan joyda yana xizmatni boshladik. Biz o'zimiz bonus tashkil qilgan edik. Shunga ishonmaganlar bor ekan. Mana hozir marta tunuka ishlarni qilib beramiz. Hammalaringga juma ayyomlari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum usta. Charchamayapsizmi? Tuzingmisiz? Mana shu ekranga qarab gapiraverasiz. Mana Soybo'yi City tunuka fonchilari tomonidan ustalar ishga aytilsa, tunuka fon qo'ygani tanlov aytilganda 1 litrdan 2 litrgacha suv bonusi berilyaptimi, berilmayaptimi? Berilyapti mana. Ya'ni qadrdonlar mahnaqa ustalar haqida qandaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, noldan uy tiklash bormi, pataloylar bormi, shu sohada xizmat bo'ladigan bo'lsa, mana shu akalarimiz xizmatda. Telefon raqamingizni aytib yuboring aka. 93lik. 321 3152. Yana nomer bormi? Yo'q. Sherinak. Bo'ldi, gap yo'q. Juma ayyomlaring qutlug' bo'lsin.